Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga taniqli san'at vakili Zuhra Ashurovaning hayot yo'llarini yoritib beramiz. Zuhra Ashurova 1961-yil 31-avgustda Toshkentdagi Do'rmon qishlog'ida tavallud topgan. Aktrisa oilada 3 o'g'il va 3 qizning 5-chisi bo'lgan. Aktrisaning akasi vafot etgan. Aktrisaning chillasi chiqquniga qadar ham ismi qo'yilmagan. Bir kun uning xolasining katta qizi kelib, "Iltimos, qizingizga mening ismimni qo'ying, nomim o'chib ketmasin" degan. Sababi xolasining qizini farzandi bo'lmagan. Shundan so'ng Zuhra deya ism qo'yishgan. Aslida aktrisa 31-avgustda tug'ilgan, ammo ism qo'yilmagan. Otasi esa hali ko'p bo'lmadi, 16-sentyabrda tug'ildi deb aytgan va Zuhra Ashurova yilda 2 marta 31-avgust va 16-sentyabr kunlari tug'ilgan kunini nishonlagan. Ammo 1998-yilning 15-sentyabrida otasi vafot etganidan so'ng tug'ilgan kunini faqat bir marta 31-avgustda nishonlashga qaror qilgan. Aktrisa o'rta maktabda o'qish bilan bir vaqtda musiqa maktabida rubob chalishni ham o'rganib borgan. Maktabni tamomlagach esa san'atga bo'lgan qiziqishi sabab Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. Avval onasi qarshi bo'lgan, so'ngra esa Zuhra Ashurova mening qizim deya xursand bo'lib yurgan. Oliygohdagi o'qishni yakunlagach, hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatriga ishga qabul qilingan va o'sha yerda aktrisa sifatida hozirgacha o'z faoliyatini olib bormoqda. Zuhra Ashurova bugungacha ushbu teatrda ko'plab spektakllarda ishtirok etgan hamda o'nlab esda qolarli rollarni ijro etgan. Ushbu aktrisa tomoshabinlarga asosan Otalar so'zi aqlning ko'zi nomli ko'rsatuvdagi ishtiroki bilan tanilgan bo'lib, hozirgacha o'nlab film va seriallarda suratga tushgan. Zuhra Ashurova san'at sohasida o'zining ko'p yillik xizmatlari bois 2000-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayoti. Aktrisa 1987-yilda taniqli televideniye rejissyori Qahramon Ashurovga turmushga chiqqan. Bu inson xalqimizga tanish aktrisa Madina Muxtorovaning akasi bo'ladi. Hozirda aktrisaning 2 qiz farzandi bo'lib, katta qizi ko'pchiligimizga yaxshi tanish boshlovchi va aktrisa Maftuna Ashurovadir. Bugungi kunda Zuhra Ashurova o'z faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng son yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.